Olmay muzlab qoldi, olmay rangi o'chib ketdi deganlar. Bitta ko'rib qo'yaveringlar. Bugun 29-dekabrda ham daraxt ustida karsillab turgan olma. Mana. Bu muzi bilan turgan olma Pushti xonim olmasi bo'ladi. Bitta sizlar bilan ko'ramiz. Muzni qaranglar, muzni. Mana qanaqa ko'rinyapti bilmayman, shu olma bo'ladi. Pushti xonim uchi yorilmaydigani, xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Qanam minus ob-havolar bo'ldi. O'tib, karsillab, ta'mini yo'qotmay, rangini yo'qotmay saqlanadigan Pushti xonim olmasi bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, do'stlar, ko'chatlari bor. Ko'chatlariga zakaz berish uchun 99-327-0444 nomerga aloqaga chiqib, daraxtda kelasizlar. Bunaqa tupimizdan serob 1-yanvarda ham, 15-yanvarda ham, fevralda kelsanglar ham daraxtdan mevasini uzib yeb turib, yo'qsa ko'chatni olib ketaverasizlar. Bunaqa daraxtlarimizda juda ham ko'p olib qo'yganmiz. Hal sizlarga ko'rsatib boramiz. Bitta like bosib, Dehqon bola kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Eng so'nggilarini biz ko'rsatib boramiz.